Toshkent shahrida qurilish me'yorlariga zid ravishda qurilgan qo'shimcha qavat sud qarori bilan buzilmoqda. Poytaxtning Chilonzor tumani Qozirobod mahallasida joylashgan ko'p qavatli uyda qonun buzilishi aniqlangan. Loyihasi bo'yicha 5 qavatli bo'lishi kerak bo'lgan bino quruvchi tashkilot tomonidan noqonuniy tarzda 6 qavat qilib qurilgan. Ushbu ko'p qavatli turar joy binosi shaharsozlik normalariga, ya'ni Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmasi tomonidan kelishib berilgan loyiha smeta hujjatlariga zid ravishda o'zboshimchalik bilan bir qavat qo'shib qurib olinganligi aniqlangan. Bugungi kunda mazkur qurilish obyekti yuzasidan hududiy nazorat inspeksiyasi inspektorlari tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berilgan. Ya'ni noqonuniy qo'shib olingan qavatni buzdirish, ushbu kamchiliklar bajarilmasdan kelinganligi inobatga olinib, hududiy inspeksiya tomonidan tegishli sud organlariga qo'shimcha qurib olingan bir qavatni demontaj ishlarini amalga oshirish yuzasidan da'vo arizasi kiritilgan. Bugungi kunda sudga kiritilgan da'vo arizalari qanoatlantirilib, noqonuniy 6-qavatni buzdirish ishlari boshlab yuborildi. Mazkur holat bir narsani yana bir bor tasdiqlaydi. Shaharsozlik hujjatlari va qurilish me'yorlariga qat'iy amal qilish har qanday qurilish tashkiloti uchun muqarrar talabdir. Noqonuniy qurilishlarga nisbatan keskin chora ko'rilishi bu fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, qurilishda tartib va intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi. Qurilish faoliyati qonuniy asosda belgilangan loyiha va hujjatlar doirasida amalga oshirilishi shart.